Yuraklarga nur sochgan satrlar muallifi Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'zbek adabiyoti osmonida porlagan yulduzlar ko'p. Ular orasida muhabbat va muhabbatni kuylagan, vatan dardi bilan yashagan, xalq dardi bilan yozgan sevimli shoirimiz Muhammad Yusuf alohida o'rin tutadi. Uning she'rlari xalq tiliga aylangan, qalblar zarvaraqasiga aylangan, ona yurtim seni yaxshi ko'raman, men o'zbekman, biz ketamiz kabi misralar nafaqat she'riyat ixlosmandlarini, balki har bir vatanparvar yurtdoshimizni larzaga soladi. Uning ijodi xalq ruhiyatini aks ettirgan, samimiyat va halollikni bosh mezon qilgan shoir qalamining samarasidir. Muhammad Yusufning xotirasiga, ijodiga bo'lgan muhabbat bugungi yosh avlod qalbida ham yashamoqda. Buni Samarqand shahridagi 73-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan adabiy ma'naviy tadbir misolida ham yaqqol ko'rish mumkin. Joriy yilning 2-may kuni mazkur maktabda 5A sinf rahbari Aziza Mahmudova tashabbusi bilan sevimli shoir hayoti va ijodiga bag'ishlangan kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbirda 1038 nafar o'quvchi tahsil olayotgan maktab jamoasi faol ishtirok etdi. Tadbirni maktab direktori Ozoda Nazarova ochib berdi. U o'z so'zida yosh avlodni kitobga muhabbat ruhida tarbiyalash, ularni adabiyot va ma'naviyatga qiziqtirish, ayniqsa milliy adabiyotimizning yetuk namoyandalari Muhammad Yusuf kabi qalam sohiblarining boy ijodini o'rganish zarurligini alohida ta'kidladi. Direktor Muhammad Yusufning she'riyatimizda tutgan o'rni, uning ijtimoiy va vatanparvarlik mavzularidagi asarlarining ahamiyati haqida yurakdan so'z yuritdi. Tadbir davomida o'quvchilar shoir she'rlarini yoddan so'zlab, unga bastalangan kuy va qo'shiqlarni maroq bilan ijro etishdi. Quvonarlisi, bu chiqishlar nafaqat ma'naviy mazmun, balki ijodiy mahorati bilan ham jamlangan bo'lib, tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa sahna ko'rinishlari orqali Muhammad Yusuf she'rlarida aks etgan obrazlar, shu she'rlar orqali berilgan ruhiy holatlar va falsafiy qarashlar o'quvchilar ijrosida jonlandi. Bu sahna ko'rinishlari tadbirning yuksak darajada o'tishini ta'minladi. Tadbirda maktab pedagoglari bilan bir qatorda Samarqand shahar yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bo'limi boshlig'i podpolkovnik Zoir Toyirovich Ahmedov ham ishtirok etib, bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning ahamiyatini yuksak baholadi va o'quvchilarga samimiy tilaklar bildirdi. Tadbir so'ngida 5A sinf rahbari Aziza Mahmudova o'quvchilari bilan birgalikda maktab kutubxonasiga 7 ta badiiy asar sovg'a qilib, kitobga bo'lgan muhabbat va e'tiborni yana bir bor namoyon etdi. Bu kabi tadbirlar yosh avlodning qalbida milliy iftixor, adabiyotga mehr va ma'naviy boylik asoslarini mustahkamlaydi. Muhammad Yusufning satrlarida yashaydigan ruh, uning shoir qalbidan oqib chiqqan sevgi, ishonch va vatanparvarlik tuyg'ulari kelajak avlodga namuna bo'lib qolishi shubhasiz. Mana bugun maktabimizda katta tadbir. Bugun sevimli shoirimiz Muhammad Yusuf tug'ilgan kuniga bag'ishlangan kitob taqdimoti tadbirini o'tkazmoqdamiz. Bolajonlarimizga bu tadbirni o'tkazishdan maqsad bolajonlarimizni kitobga, adabiyotga bo'lgan qiziqishlari, muhabbatlari, ularni mana shu shoirimizni she'rlarini yoddan yodlashlari va mana shu dars jarayonlarida ham yoddan she'r aytishlari bizlarga juda muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, bizlar bolajonlarimizni kitobsevar, kitobxonlikka bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida mana shunday tadbirlarni tashkillashtirganmiz.